taxminan 2 oycha oldin qozog'istonlik bemorimiz svish bilan operatsiya qilgandik. Qiziq tomoni shundaki, bemorimiz bizdan oldin 20 marta operatsiya bo'lgan. 20 martada ham qayta yiring chiqarishganligi uchun bemor tuzalishidan umidini uzgan edi. Ya'ni tuzalmaydigan kasallik ekan degan edi. Keyin biz bir amallab ko'ndirdik, yo'q tuzalsa bo'ladi, eshik teshigini tozalasa agar yaxshi ketadi degan ma'nodagi gaplarimiz bilan tushuntirdik. Mana Xudoga shukr, operatsiyamizdan keyin tuzalib ketdi. Kelibdilar ko'rikka. Tuzalib ketganliklari uchun darajada rahmat aytishga ham rozi bo'ldilar video qilib. Nima demoqchiman? Sizda ham 5 marta, 10 marta, 15 marta operatsiya qildirib faqat yiring chiqartirgan bo'lsa, bu tuzalmaydi. Buni to'liq yo'qolishi uchun o'sha ichkaridagi teshigini, ildizini tozalash kerak. Keling, ichi bilan to'liq tozalab beramiz, inshaalloh boshqa bezovta qilmaydi. Bu kasallik tuzalmaydigan kasallik emas. Davosi bor kasallik. Sizlar bilan Sher Muhammad, doktor buva. Assalomu alaykum. Men Qozog'iston Respublikasidan Sher Muhammad degan yana keldim. Shungacha men shu svish kasali bilan 20 marta operatsiya bo'ldim. 21-sini shu kishi qildilar. Hozir yaxshi. Operatsiya lazer bilan qilinar ekan. Tez bitadi, yaxshi. Doktorga o'zimdan chiroyli bildiraman.